Hazreti İmam Cezari rahimahullahu ta'ala mahraj babida thumma li aqsal halqi hamzun ha'u ve min vasatihi fa'inun ha'u deydilar. Halqımni eng so'ngidan hamza ve ha chiqsa, thumma li aqsal halqi hamzun, so'ngra o'sha halqımni eng so'ngidan hamza va ayn chiqadigan bo'lsa, endi va min vasatihi fa'inun ha'u deydilar. Halqımni o'rtasidan esa bu ayn bilan ha chiqadi. Xo'p, halqımni so'ngi qayerda deyilsa, har birimiz o'zimizni jismimizda ushlab ko'rishligimiz mumkin. Har birimiz qo'limizda olib kelib, shunday barmoqlarimizda ushlaydigan bo'lsak, shu yerda o'sha kekirdagimizni bo'rtib chiqqan joyi bor. Mana shu arablarda hanjara deyiladi. Mana shu hamza va ha'ni boshlangan joyi bo'ladi. Nega men hamza va ha deyapman? Chunki ko'pchilik o'quvchilar halqim so'ngi deyilgan paytida mana bu halqim so'ngi deya mana yerдagi chuqurlikni tushunib qolishadilar. Yo'q, emas. Halqim so'ngi o'sha kekirdagimizni bo'rtib chiqqan joyi. Bu ko'proq u ozg'inlarda yana ham bilinadi. Siz kelsangiz bu yoqqa, keling bu yoqqa. Mana men bu qorimizni o'zlarini vujudlaridan ko'rsatib beraman. Mana shu bo'ladi mana. Mana shu narsa hanjara bo'ladi, mana shu narsa halqim so'ngi bo'ladi. Halqim so'ngi deyilganda faqat mana shuni tushunamiz. Buni tushunmaymiz. Buni tushunishlik xato. Halqim so'ngi bu bo'ladi. Buni endi qara, kekirdak mana shu yerda ishib qolganligini sababi Alloh subhanahu va taolo har bir insonda, odam bolasida, har bir insonda mana shu joyda ahbal savtiya, ya'ni ovoz paychalarini yaratdi. Ovoz paychalari ochilib yopilishlik bilan o'sha tovushlar vujudga keladi. Tovushlar og'zimizdan chiqa boshlaydi. Uni sababi bu yerdagi mana shu ovoz paychalarini ochilib yopilishlik natijasida. Mana shu ovoz paychalari joylashgan joydan hamza bilan ha chiqadi. Men nega bu hamza bilan ha'ni takror aytishligimni endi ko'rdingiz. Halqim so'ngi deyilganda faqat shuni biling. Endi halqimni o'rtasi deyilganda buni tepasi bo'ladi, mana bu yer bo'ladi. Bu yerdan endi ayn bilan ha chiqadi. Chunki thumma li aqsal halqi hamzun ha'u va min wasatihi fa'aynun ha'u dedilar Imom Jazari hazratimiz. Va halqimni o'rtasidan esa ayn bilan ha chiqadi dedilar. Ayn bilan ha demak buni tepasida bo'ladi. Yana aniqrog'i bu yerda Alloh subhanahu va taolo, siz o'tirishingiz mumkin. Bu yerda mana shu halqimni o'rtasida mizmarul lisan degan, ya'ni bizi nimamizda, o'zbek tilimizda uni hiqildoq deyiladi. U nima desangiz, Alloh subhanahu va taolo har bir insonda yaratdi. Alloh subhanahu va taolo shunday bir xoliq o'zini kalomida laqad xalaqnal insana fi ahsani taqwim, ay fi ahsani sura. İnsonni eng go'zal suratda mukammal qilib yaratganligini Alloh subhanahu va taolo bizga o'zi xabar beradi. O'sha hiqildog'imiz nima qilib beradi desangiz, u yeganimizda, ichganimizda, hatto bir o'zimizni so'laklarimizni yutgan paytimizda o'sha nafas yo'lini to'suvchi bir olat, to'suvchi bir a'zo. Uni arablarda mizmarul lisan deyiladi. Mizmarul lisan degan o'sha o'rindan albatta ayn bilan ha chiqadi. O'sha mizmarul lisan bo'lgan, hiqildoq bo'lgan o'sha a'zo siz aynni talaffuz qilishligingizda u halqum devorlariga ozroq albatta suriladi. Mana shu mizmarul lisan bo'ladigan bo'lsa, bu halqum devorlari bo'ladigan bo'lsa, deb mana shu mizmor orqaga jilar ekan, orqaga surilar ekan, illo yopishmaydi. Yopishsa halqum devorlar bo'lib qoladi. U xato bo'ladi. Chunki ayn harfini sifatlardan bayniyaligi shuki, uni talaffuz zamoni o'rta holatda bo'ladi. Agar yopishib qolsa bo'lib qoladi. Agar mutlaqo yopishmasdan bizni o'zimiz o'zbeklarimiz, ajamlarimiz talaffuz qiladigan holatda bo'lsa, bo'lib qoladi. Shunda biz bilishligimiz kerakki, mana shu mizmarul lisan, hiqildog'imiz asli uni vazifasi nima edi? Asli uni vazifasi inson yeganda, ichganda og'zidan qaysi bir narsa o'tsa, nafas yo'lini to'suvchi bir a'zo edi.
u nafas yo'lini to'sib berib bizga mana shunaqa rohatni olib kelar ekan. Shu bilan birgalikda ayn harfimizni chiqishda ham asosiy rolni bajaradigan, asosiy ishni bajaradigan bir a'zo ekan. Agar birimizni mana shu olatimiz, mana shu jihozimiz, mana shu a'zomiz ishlamaydigan bo'lsa, hatto har birimiz o'zimizni so'lagimizga hatto tiqilib bo'lamiz. Subhanahu va taala jalla jalaluhu mana shunday xoliqdir. U Xoliq azza va jalla mana shu hiqildog'imizni ayn harfini aynan chiqishligi uchun ham yaratdi va ha harfini chiqishligi uchun ham yaratdi. Endi unda mashqda buni ilmiy olarak bildingiz. Mashqni ko'p qilishlikda mana aynni har biringiz talaffuz qilasiz. Hatto ayn aytolmaysiz. A deysiz avvalasiga. Aynni aytolmaysiz. Aytolmaganligingiz uchun ham o'sha aynni o'zi chiqmayapti-ku deysiz. Shunda o'zbekchadagi o'sha a harfimizni misolda bo'lsa ham a deyaverasiz, lekin a der ekansiz, barmog'ingizni bu kaftingizni shu barmoqlaringizni shu holatga olib kelasizda, o'sha biz sizga ko'rsatgan o'sha halqum o'rtasiga urasiz. Nima deysiz mana? A deganingizda qarang, aynni tovushini eshita boshlaysiz. Qarang, endi takrorlayman. Mana shu holatda buni har bir o'zbek aytiladi, har bir ajam aytiladi. Chunki bu a harfi butun dunyo harflarida bor. Uni avvalasiga a deyiladi. Demak, bu juda ham oson. A deya ayta boshlaydi. Lekin aytishlik jarayonida mana u qo'llari bilan sekin, qattiq zarba bermagan holda sekin mana deya aynni joyi topila boshlaydi. Mana shu holatda o'zingiz yana eshitasiz. Hatto qattiq ursangiz mana meni holimda tomog'ingizda bo'g'ilish bo'ladi. Zinhor qattiq ura ko'rmang. Sekin astalik bilan mana shuni o'qiy boshlaysiz. Shu holatda talaffuz qilib o'qiy boshlaysiz. Va ko'rasizki, bir kunning o'zida inshaalloh taolo ayn chiqadi. Lekin zinhor men atayin siz uchun, sizga rahmim kelganligimdan qattiq ura ko'rsatdim. Mana shu darajada bo'lib qolasiz. Bunda o'zingizga tan jarohati ham yetkazishligingiz mumkin. Alloh o'zi asrasin. Mana shu holda bir qancha mashqlarni qilganingizdan keyin ayn o'z-o'zidan arabiy ayn bo'lib, aynan Mahmud Xalil Husariylar kabi ta'lamun, ya'lamun, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين diye aynınız düzele başlaydı.